Assalomu alaykum xonimlar, qanaqolanglar, yaxshimi? Bugun mushu alayda bozor ishlik bo'lgan polka, ya'ni irimchik polkani o'tmoqchi. Xonimlar, buningga mushu polkasininki o'zi ketadigan materiallar bilan tanishib chiqaylik. Buni ketadigan materiallar undan yuqori darajalik undan 250 gram un. Onundan keyin xonimlar buningga yana nayfang, ya'ni süt parashukidan 10 gram, shakardan 30 gram, tuzdan xonimlar 2 gram tuz, ximiy turishimizdan 4 gram, hamda tuxumdan 1 dona xonimlar, iqi ham isiriqi. Ham sütümüzün 90 gramdan 100 gramga ishlatamiz. Onundan keyin uyning havasi erilingan sarmaydan 20 gram, tuzsiz salatlik sarmay. Hamda avval xonimlar unimizga mavu süt parashukimizni to'kib süt parashukimizni to'kib olgandan keyin tuzni to'kamiz. Xonimlar, tuzimizni to'kib oldik. Endi mavu shakarni 30 gram shakarimizni to'kib oldik. Undan keyin xonimlar biroz un jismlarini tekshir holatda paloq bilan yoki qo'limiz bilan yaxshi aralashtirib olamiz. Undan keyin bir dona tuxumimizni solamiz xonimlar. Tuxumimizni sepib olgandan keyin ximiy turishimizni cho'rilariga qilgan ahvolasida bunday qilib turib solamiz. Endi xonimlar buni yana tekshir holatda yaxshi aralashtirgach, ilman kelgan sutimizni xonimlar qo'yamiz. Odatda mushu sutimizni o'zimizning xamirning bo'shlig'iga qarab turib qo'yamiz. Bu xamirimiz bo'shroq holatda ximiy bo'ldi jumu xonimlar. Sutimizni cho'qim ilman qilishimiz kerak. Endi buni xamirimizni yo'g'irib, buni mushkul holatga ekilib olamiz. Ekilib olgandan keyin sari 20 gram sarmiyimizni xonimlar mushu xamirimizga yugizimiz. Yugish jarayonida xonimlar yana mushu açtaqsıq elib turib yugizsakmi bo'ldi yoki dasnaşchidan mumkin yugizsakmi bo'ldi. Buni pak-pakiz tekshir holatda yugiz olamiz. Buni yugizib bo'lgandan keyin xonimlar açtaqsını elib qurg'un sepimiz. Qurg'un sepgandan keyin buningga yaxshi turda ishlaymiz xonimlar. Odatda buningki uslubi yana bir xil uslubim bor. Uni yo'llayman darsxonga. Buning turlarini aytib xonimlar jumu. Endi buni mushu usul bo'yicha yaxshi ishlab bo'lgandan keyin biroz tindirib o'tamiz jumu. Yani bir 10 minut atrofiga tundirsak, nayt yaxshi holatda shakl chiqarishga foydasi bor. Chunki buningki shakl yumloq holat chiqaramiz emasmi? Endi bu xamirimizni bir 10 minutdan 20 minut atrofigacha bir issiqroq joyga qo'yib turib, xonimlar, buni endi ravus turda tingandan keyin odatda yarim soat atrofida qilsanglar bo'ldi. Ham bu tinib ravus turda bo'ladi. Endi bo'lgandan keyin xonimlar yana ilib buningga yumloq holatga kelgan shakl beramiz. Endi buni shakl berganda ma'qul holatda bersanlar bo'ldi yoki o'zinglarningki usul bo'yicha suyuqashlarning xamirini bir xil tutganga o'xshab shunda yumloq zo'l qilsanlar bo'ldi. Endi buni 6 so'mlik lisimizning chunquraq kelgan lisimizga solamiz xonimlar. Cho'qim shunda holatga 4 non lisi bo'lishi kerak jumu xonimlar. Endi mushu xamirimizni sepib bo'lgandan keyin osti qaynoq suv qo'yib turib yana ustiga vo bilan duxovka qilsak bo'ldi yoki issiq joyda bir 40 minutdan 1 soat atrofigacha bo'ldiramiz. Bo'lgan xamirimiz mushkul holatga bo'ldi. Buning yuzi texim yaxshi qizirish uchun ustiga suv sepamiz xonimlar. Suv sepib bo'lgandan keyin endi o'zimizning duxovkasining gradusini avval qizdirib olgan duxovkaga xonimlar yana buni